ekan. Shuning uchun 9da saqlab qoldik-da yoqqa. O'zimizga vaqt o'zgardi-ku, shuni hisobiga biz 8dan 9ga ko'chirdik-da. O'zingizga qiyin bo'lmayaptimi, Nargiz? Yo'q, qiyin yo'q. Bizlarda 9 bo'ldi soat hozir. Yaxshi. Hozir anaqa Toshkentda ro'za payti bo'lganga ham odamlarga qiyin bo'ladi, menimcha, Go'zal opa. Ularga ertalab-ku lekin. Yo'q, saharga turishgan keyin uxlashadi. Shu men ham aytdim, agar 8da sursa, ularga umuman ham qiyin bo'ladi, ozroq uxlaydi. Nima deb aytdim. Aslan, Bahrom, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, homiylar. Good morning, Bahrom. Asmam Aziza, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yana 2 minut kutamiz, boshqalar kelishadi. Nargiz, you can do communication. How was everybody's day? You can say, like, you can talk about, like, a weather. Weather. Hello, Nilufar. How are you? How are you? I'm good. I'm good. First of all, let's make some conversation. My first question to you guys is, what is your hobbies? Siz mashg'ulotlar qilasizlarmi? Sevimli mashg'ulotingiz nima? My favorite. Can I? Yes, go ahead, Aziza. My favorite hobby. Symbol hobby. Shunday. Ride a bike when good weather. With my children. To'g'ri aytdingiz. And read book bedtime. Reading a book during bedtime, yeah. Yeah, reading a book. Reading a book. Do you read to your children? Yeah. What kinds of books do you guys like? Uzbek book or English book for pronunciation, for my pronunciation. Also, I don't understand about No, you don't. English book. Yeah, English book. No, that's good.
Does anyone else have any hobbies? Any hobbies? I have a lot of hobbies. For example, reading art, picture. Создавать немейді, анаqa qilish, make, reading art, picture. Yeah, my home. create. Create. Yeah, art. create. Okay, And thank you. make delicious food for my children. Making delicious food. Да, my delicious new food. Nima? Yangi ilm. Yeah, new younger brother, huh? Да. Yeah, thank you, Aziza. Thank you. Boshqalariz yaxshi gapirdingiz. Thank you. Boshqalariz aytmoqchimisizlar? You can call the names, Nurgis. Nilofar, do you have any hobbies? Yes, my favorite hobbies is reading book and writing drawing the pictures. Honestly, I read fictional and motivational book because it gives me some kind of information and encourage my emotion, encourage my motivation, and also in the sometimes I try to drawing the picture when I was after the studies to relax. Do you read your books in English or in Uzbek? It depends on the mood, and sometimes nowadays I try to read an English book. No, that's really good. What kinds of pictures did you say you like to draw? Mainly nature Nature? and nature, yeah. Yeah, nature, yeah. Thank you for sharing, Nilofar. Thank you. Rano, do you have any hobbies? Yes. My hobbies write poems, reading book, and walking across my cities. Like around your neighborhood, walking around your neighborhood? Yes. And listening music. What kind of music do you like listening to? Exciting music? Classic. And pop. And pop? Yeah. Pop. Do you listen to any music in English? No, I listen only Rihanna. Rihanna? Rihanna. No, that's a good one. Some music very emotional. Yeah, that's true. Some music she has is emotional. Well, thank you, Rano. Bahram, do you have any hobbies? My hobby, sleep. And Sleeping? yes, sleep or travel. Sleeping or traveling? Where do you like to travel? Travel, Turkey, Russia. No, that's exciting. But do you like Russia better or do you like Turkey better? Who has the better views? Mesela çoylar. Turkey, beautiful. Russia, so cold. No, that's true. Thank you for sharing. We're going to get into our lesson in the Darsimiz and Utamis. Okay, in the last time, Kilganis bu says, uchmatta narsa qildik, present tense ni o'tdik, past tense ni o'tdik, keyin future tense ni o'tdik. Lekin bu safar present tense ni qilamiz, lekin in detail qilamiz.
men nima edi? Ko'proq o'tamiz. Keyin o'zlaringiz example to'zaman, keyin o'zlaringiz qaysi deb belgilaysizlar. Endi o'tganimiz faqat present bo'ladi. Presentda ikkita narsa bor. Present simple bo'ladi, keyin present continuous bo'ladi. Endi qarasangiz o'zbekcha tarjima bor. Present simple nimaligini, keyin present continuous nimaligini. Present simple degani, we use present simple for things that are true in general or happen all the time. Har doim narsa bo'lsa, yo general degan narsa bo'lsa, shunday ishlatiladi. Yana shu yerda tarjima bor kerak bo'lsa. Keyin present simple ni misol qo'yganman shu yerda. It rains in California during the winter. Yomg'ir yog'adi Kaliforniyada qorni vaqtida. Qishni vaqtida. Keyin qarasangiz rains ishlatdik. Rains degani hozir present narsa-ku, si qo'yilgan present narsa bo'ladi, hozir bo'ladi. Lekin present simple faqat hozir bo'ladi degani emas, degani hozirda doimiy jarayonda ishlatiladi. Keyin harakat ifodalab keladi-da. Rahmat. Keyin yana present continuous degani, endi u hoziroq. Shu yerda nima edi? Aytganman, hozirda o'zida bo'layotgan jarayonga ishlatiladi. Shu yerda misol, it is raining outside of my house right now. Hozir meni uyimni atrofida yomg'ir yog'apti. Endi qarasangiz, it is raining qo'yilgan. Rains emas. Rains present simple bo'lganda ing qo'shiladi. Present continuousda it is raining bo'ladi. Endi ing qo'shilsa, shu degani buni hoziroq qilaman. Lekin present simple'da faqat siz qo'yilgan, shu hozir, lekin doimiy jarayonga ishlatiladi. Qarasangiz, Kaliforniyada yomg'ir yog'adi, har doim yog'adi, sometimes yog'adi. Shu hozirroq yog'mabdi degani yo'q. Men it rains in California desam, endi hozir vaqtida yomg'ir yog'adi deganim yo'q. Deganim Kaliforniyada regularly yog'adi, yo har doim yog'adi, shunday narsa. Lekin men aytsam, it is raining outside of my house right now deganim ing qo'shilganini, shu uyimni ko'chadan hozirroq yog'apti degani. Savolingiz bormi? Xo'p, endi mashq qilamiz, endi yana o'tamiz. Shu yerda ko'proq misol qo'yganman. Endi yana aytgan present tense nimaligini o'zbekcha tarjimasi ham shu yerda. Keyin yana misolga qarasangiz, I eat lunch debdi. Endi sizlaringiz bilasizlar, present simple ni ishlatamiz, hozirroq bo'lmaydi, lekin general narsa bo'ladi, yo har doim narsa bo'ladi, har doim qilabdi. Men aytsam I eat lunch, men ovqat yeyapman, hozir yeyapman degani yo'q, lekin men ovqat yeyman, like har kuni yo sometimes. Keyin yana she reads a book, shuni ham qila olamiz. She reads a book degani hoziroq o'qimabdi kitobni, lekin kitoblarni o'qiydi. Endi yana present simple da o'tsak, shu yerda belgiladim.
always, never, often, usually, sometimes can present simple ga degani present simple har doim narsa bo'ladi yo umuman narsa bo'ladi yo sometimes bo'ladi often shu narsalarga ishlatiladi. Ya'ni 5 ta misol qo'yilganman. Sue always gets to work early. Sue har doim ishga ertacha keladi. I never eat breakfast. Men umuman ertalab yemayman. We often go away at weekends. Often degani Tez. yo often tez hop often tez weekendlarga boraman yo go away qilaman. Mark usually plays football on Sundays degani ko'proq dushanbaga yo Sunday bozor. bozorga Odatda tarjima qilinadi. Usually odatda. Odatda, ha, rahmat. Odatda futbol o'ynaydi. 5 tapdi. I sometimes walk to work, but not very often. Sometimes degani har doim qilmaydi yo Gohida. gohida qiladi, ha. Gohida ishga yuradi. Ishda yuraman. Not very often degani har zamonda emas. Endi qarasak, shu yerda so'zlar qo'yganmiz. Always, never, often, usually. Shu aytadi present simple ishlatiladi deb. Shu yerda qo'ydik always gets si qo'yilgan. Always gets degani har doim uni narsa qiladi. Shuning uchun present simple deb qo'yamiz. Present lekin hozir qiladi, lekin hozirroq qilmabdi. Keyin yana I never eat breakfast. Men umuman breakfast shu narsalar. Endi bu narsalar always, never, often, usually, sometimes ni bilishingiz kerak. Because ing qo'yilmaydi. Ing degani hozirroq. Bu narsalar hozirroq qiladi deb aytmaydi. Keyin yana ko'proq misollar shu yerda qo'yganman. Present continuousda ing qo'shilayotganda I am eating lunch. Men hozir ovqat yeyapman. She is reading a book. ing qo'shilgan. Reading men hozirroq kitob o'qiyapman. Men sizlarning oldida shu yerda kitob o'qisam, I am reading a book deyman. Savolingiz yo'qmi? Okay. Endi o'zingiz o'qiysiz, men o'qib beraman, keyin o'zlaringiz aytasiz menga. Present continuous ni belgilaysizmi yo present simple mi? Eslasangiz present continuous ing qo'shiladi, lekin present simple ing qo'shilmaydi. Present continuous degani hozirroq qilyapti bu narsani. Birdapti I like big cities. Men katta shaharlarni yaxshi ko'raman. This is general. Simple present. Present simple bo'ladi, to'g'ri. ing yo'q, ko'ryapsiz. Keyin yana general narsa. Endi ikkidapti your English is good, you speak very well. Sizni English gapirganingiz yaxshi gapirasiz. Bu present continuous bo'ladimi yo present simple bo'ladimi? Present simple. To'g'ri, present simple. ing yo'q, keyin yana Doimiy ish harakati Doimiy, kirib kelyapti. Doimiy hozir yaxshi bo'ladi, doim yaxshi gapiryapti. to'g'ri. Endi o'chda qarasiz, please be quiet, I'm working degan. Men ish qilyapman, iltimos jim bo'ling. Endi bu present continuous bo'ladimi yo present simple bo'ladimi?
present continuous bo'ladi chunki ayni paytda qilyapti. To'g'ri. Keyin ing qo'shilyapti, ha? Degani men sizlarga aytsam, please be quiet, I am working degani men hozir ishlayapman, hoziroq. General narsa emas. In the to'rtapda we're having dinner. Ovqatlanyapmiz degani. Present continuous mi shu yo present simple mi? Present continuous. To'g'ri. Nimaga present continuous bo'ladi? Chunki hozirgi vaqtda davom etayotdi bu ish harakat. Keyin yana ing qo'shilgan. ing qo'shilgan ish harakatni bildiryapti. To'g'ri. Beshtapda I sometimes walk to work but not very often. Men ishga yuraman lekin har doim emas. Shu present continuous bo'ladimi yo present simple bo'ladimi? Qarasangiz sometimes dapti-ku. Present simple bo'ladimi yo present continuous mi? Present simple bo'ladi. To'g'ri. Nimaga present simple bo'ladi? Chunki u ba'zi shu ish harakatini bajarib turadi, u ayni paytda bajarmayapti. To'g'ri. Endi aytibdi Maria is reading. U kitob o'qiyapti. Shu present continuous bo'ladimi yo present simple mi? Nargiz, biz to'xtalib qolamiz. Aynan kimnidirga murojaat qilib so'rang, shunda tezlashardik. Hop. Bahrom, 6 present simple bo'ladimi yo continuous mi? Continuous unisi. Continuous bo'ladi. ing qo'shilgan. Nilufar, 7 present continuous mi simple mi? 7-si present continuous chunki u unaqa eshitmaydi, listening eshitmayapti. To'g'ri. Endi 8 we do a lot of different things in our free time. Aziza, shu present continuous bo'ladimi yo present simple bo'ladimi? O'zim aytaman. 8 present simple bo'ladi. A lot bor, keyin yana ing qo'shilmagan. Endi buni hozirgacha homeworkga beraman buni. Xohlasangiz faqat 5 ta problem qo'yganman va 5 ta misol. Shuni picture oling, keyin Telegramga jo'nating. Picture qilgan bo'lsangiz yo rasm bo'lgan bo'lsangiz menga thumbs up yo bir narsa ayting. Okay. Endi qolgan safar vocabularyni o'tdik. Ko'proq so'z bilsangiz, ko'proq ishlata olasiz. Endi shu yerda yangi so'z qo'ydim. Keyin yana colorlar, ranglar qo'ydim shu yerda. Ovoz o'chib qolgan Nargiz. Rahmat. Endi vocabulary qilamiz. Vocabulary degani yangi so'zlarni qo'yganman. Shu yangi so'zlarni yodlab olsangiz, gaplashganingizda ishlata olasiz. Keyin ko'proq
ko'proq narsalarni ayta olasiz. Endi bundan keyin bitta o'yin o'ynaymiz. Rasm qo'yaman. Keyin rasmni ingliz tilida nima ichida rasm bor, nima odamlar qilibdi rasmni ichida deb menga aytasiz. Lekin bu so'zlarni ishlatsangiz yaxshi bo'ladi. Bu so'zlarni describe qilsangiz yordam beradi. Endi small degani kichkina, big degani katta, wide degani keng, narrow degani tor, fat degani semiz, thin degani ingichka. Shu narsalarni ingliz tilida bilsangiz, rasmni qo'yganimda describe qilasiz, qanday rasm, qanday o'xshaydi deb. Rasmni ta'riflaysiz. Keyin yana red, orange, yellow, green, blue, purple, pink, black, gray shu narsalarni qo'yganman. Shuni ham bilsangiz, qarab qaysi rang qaysi deb aytasiz ingliz tilida. Assalom. Endi aytganimdek rasm qo'yganman. Shu rasmni bu so'zlarni ishlatasiz, yo o'zingizni bilgan so'zlaringizni ishlatasiz, lekin faqat ingliz tilida aytasiz. Endi kim birinchi qilmoqchi? Kim birinchi describe qilmoqchi rasmni? Faqat ingliz tilida gapirish kerak lekin. Nilufar, siz qilmoqchimisiz? Yes. Endi If I describe rangini aytib bering, nima qilibdini aytib bering, kim ichida shu narsalarni. Ingliz tilida iltimos. Okay. If I describe this picture, is located in suburb. In this place, describe street home and color yellow, and also I'm seeing right now the one person and a lot of village and growing any kind of plants, for example flowers. What color are the flowers? What color are the flowers? Flower color is gray, and some plants describe yellow or green. Can you tell from the image what kind of plants it is that are yellow? Somon deb aytadi. Shunaqa-ku, shunga o'xshadi rasm. Menga wheat degan narsa o'xshaydi. Wheat. Shuni bilasizmi? Nonga ishlatiladi-ku. Bug'doy. Ha. Wheat to'g'ri. Yeah. O'shani chiqqan narsa somon bo'ladi shekilli-da. O'sha shunaqa. Describe qilgan bo'lsangiz yaxshi qildingiz, lekin odam ichida bor deb aytdingiz, lekin o'g'ilmi, qizmi shuni o'g'ilday o'xshaydi deb aytsangiz, ko'proq describe qilgan bo'lsangiz yaxshi bo'ladi. It seems to be boy. To'g'ri. Blue kiyapti. Keyin yana suburb dedingiz. Suburb nima deganini aytib bering menga. Suburb o'sha shahardan chetroq joyda, qishloq joy. Village. Do you know what rural means? Rural areada, qishloq joy. Shu aytmoqchi edim, suburb ko'proq o'ylar bo'ladi, lekin bu qishloq joyi-ku, shu rural deb describe qilsangiz bo'ladi. Okay. Keyin qarasangiz ocean atrofida orqada to'g'riroqda bor ekan. Keyin it looks like stacks of hay. Yo bir narsa orqada.
Shuni ko'proq specific bo'lsa yaxshi bo'ladi. Tomon he deyiladi. Yeah. Good job. Endi Rano, siz describe qilmoqchimisiz? I look in the pictures, small cities, very comfortable, beautiful streets, and time evening, lighting. Lighting and Ranglarini ishlating. uh, Ranglarini ishlating. Ko'p ranglar bor deyman. pink zdание nima deyilardi? Bino. Buildings or constructions. Buildings, pink buildings. I look. You can say sky is very colorful. And I see blue, yellow, and orange, I think. Orange, yes. No cars. Very. Tinch demoqchi edim, o'xshatolmayman. Tinch degani calm. Quiet. Keyin ikkita odam bor, shuni aytmoqchimisiz? I looking two persons. I think marriage persons looking Holding hands. Blue t-shirt. She has a blue t-shirt. Her yellow t-shirt. Keyin yana shu yerda yashil bor-ku, o'yindan oldida. Green plants in the building, outside building. On the building. Yeah. Keyin yana street posts bor-ku, lamp. Lamp, lighting lamp, and uzr Nargiz banner. Yeah, that's a good job. Yaxshi qildingiz. Hammasini aytdingiz. Keyin yana qarasangiz, orqasida bikeday o'xshaydi narsa bor. Bikeday o'xshaydi menga. Bike'mi, odammi o'shuni oldida. I don't see. Pink o'yini oldida. Lekin yaxshi qildingiz. English tilida shu green plantsni moss deb chaqiramiz. Moss bo'ladi. Moss yo ivy shu narsa. Keyin yana chap tomonda shu yerda tree bor.